Nihoyat 69-qishloqqa yetib keldim. Bu yerda mening bobom yoki buvim yashagan bo'lsa kerak. Men bu yerda yashash uchun oldindan onlayn magazindan kuznets xarid qildim va pulini ham to'lab qo'ydim, lekin qaysi birligini bilmayman. Merni topish kerak. Stop, mana bu yerda Jesel bor ekan. Jesel, Merni qayerda bilmaysanmi? Orqangdagi katta uyda yashaydi bizning mer. Mana bu uyni aytyapsanmi? Okey, mayli, rahmat Jesel. Xo'sh, demak, mana bu uy. Kirsam mumkinmi? Kir. Okey, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qalaysan? Lekin seni tanimadim. Men mana shu yerdan bu yerdagi kuznetsani onlayn magazindan sotib olgandim. Onlayn magazindagi? Onlayn magazindan sotib oldim. Mayli. Senga kalit. Rahmat kalitni berganingiz uchun. Umid qilamanki, siz bu qishloqda hali ko'p foydam tegadi. Shunday bo'lsin. Okey, mana kalitni ham olib oldim. Barchangizga salom. Sizlar bilan mening ismim Jorj va men qishloqqa yangi ko'chib keldim. Umid qilamanki, bu qishloqda yaxshi sarguzashtlar olib boramiz. Xo'sh, videoni hali ham ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'ling. Bu biz uchun juda ham muhim. Okey, mana bu uylar emasligi aniq. Mana bu kuznetsi. Stop, mana bu yerda axlatxona bor ekan. Coca-Cola ichilgan ekan, obunachilar. Mayli, adashmasam mana bu uy bo'lishi kerak, chunki mana bu eshik qulflangan ekan va lekin bu ko'rinishdan yangi uy o'xshamaydi. Bu yerda sotuvchi Jesel bormi? Mana shu orqangdagi uydan keyingi katta uy. Okey, Jesel, senga rahmat. Mana bu uydan keyingi katta uy demak, mana bu uy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Mana bu yerda mebellar bor ekan. Olasizmi? Olaman, ammo hozir emas, Jesel. Sizlarda dollar ishlaydimi? Yo'q, bizda faqat izobrat. Mana bu yerda demak almashtirsam bo'ladi. Okey, mana hammasini almashtirib oldim. Endi esa menga topor kerak, kirka va mana bu ham kerak bo'ladi. Albatta, motiga ham bor ekan. Mayli, buni ham sotib olaman sizdan. Okey, bularni hammasini oldik va endi mana bularni olib qo'yamiz. Okey, bularni ham olib qo'ysak bo'laveradi. Umuman olganda hozir men terib olaman. Bu kerak bo'ladi, bu va okey, pullarimni ham olib olaman. Rahmat janob sotuvchi. Sog' bo'ling. Mana bo'ldi. Instrumentlarni ham olib oldik. Endi esa uyimni ozgina ta'mirlash kerak, chunki mana bularni olib tashlash kerak. Umuman olganda bu endi bizga kerak emas. Shuning uchun mana bu yerdagi lavaga tashlab yuboramiz. Keyinroq bo'lasizlar. Yo'q, mana bu butilkalarni qaranglar. Bu uyda bomujlar yashaganmi, nima balo. Mana bu bilan buni sindirib ham bo'lmas ekan. Mayli, hatto mana bularni sindirib olsak bo'laveradi. Safiyapti. Okey, bunisini ham olaman. Bo'ldi. Endi esa mana bu toshlarni yo'q, bunda nima qilsa bo'ladi o'zi? Bunda mana bu doskalarni sindirsa bo'lar ekan. Bunda nimaga ham men topor oldim? Mayli, mana bularni ham olib olsak bo'ldi. Mana buni ham olaman. Okey, nice. Mana bularga keyin olishimiz kerak ekan. Mayli. Hozir esa mana bu 5 ta musorniy blokni mana bu yerga stop qo'yib yubordim. Buni buzib olaman. Okey, endi esa mana bu musorniy g'alati bloklarni bu yerga qo'yib tashlashim kerak obunachilar. Mayli, umuman olganda stop. Mana bu yoshik bu normal ekan-ku, qaysi ahmoq buni tashlab yuborgan. Mayli, olib olamiz do'stlar. Biz bo'mish emasmiz, lekin bu foydali narsa. Axlatga tashlash menimcha noinsoflik bo'ladi. Mayli, mana bu Coca-Cola'ni idishini olamiz, menga qo'yamiz. Endi esa buni ham mana bu yerga qo'yib qo'ysak, chiroyli bo'ldi. Xo'sh, endi esa menga daraxt kerak. Daraxtni esa mana shu tomondagi o'rmondan chopib kelaman. Umid qilamanki, meni hech kim ko'rib qolmaydi va qishloq meriga aytib bermaydi. Menimcha men ham o'zimizga o'xshadi, chunki muomalasi normal. Qayerdan bilaman, balki
Bo'lmas. Ehtimol bu yerda ham qotilliklar bo'lmaydi degan umiddaman. Bilgan bilmaganlar uchun men oldingi qishlog'imda birmuncha shaxslarni o'ldirib qotillik qilganman. Balki shuning uchun meni haydab yuborishdi. Ammo menga farqi yo'q. Okey, mana bu daraxtlarni ham olib olaman. Aytgancha, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, menimcha 12 ta daraxt bemalol yetsa kerak uyni ta'mirlash uchun. Okey. Xo'sh. Bu yerdan tezroq borsak, yugurish ham qiyin bo'lib ketdi. Qornim och shekilli do'stlar. Okey. Endi esa oldin mana bu doskalarni, yo'q, hali tosh ham olib kelaman degan. Mayli, hozir esa mana bu doskalarni to'g'irlab olsak, undan oldin mana bulardan doskalar yasab olamiz. Okey. Endi esa mana bu chirigan doskalarni olib, o'rniga yangigina yuvilgan doskalarni qo'yamiz. Qanaqa yuvilgan? Xullas, yangi doskalarni qo'yamiz. Okey, o'zi bu yerda kim yashagan? Egasi bekorga sotmaganda bu uyni yana kamiga onlayn magazinda. Mayli, boriga shukr qilamiz, yo'g'iga esa sabr. O'zi shunaqamidi? Qayerdadir eshitgandim mana shunday maqol. Do'stlar, endi esa mana buni ham olib tashlaymiz. Okey, bunga ham yangisini qo'yamiz va mana bularni ham olish kerak. Naqadar jirkanch, ammo mayli. Kelajak uchun investitsiya kiritamiz. Xo'sh, stop, mana bu yerda pechka bor ekan. Okey, mana buni sindiramiz va mana buni qo'yamiz. Xo'sh, endi esa bularni sindirish uchun instrumentlar kerak. Ya'ni qilich va mana bunaqa toshlardan olib kelsak, hozir esa mana bu yashikka narsalarimizni qo'yib olamiz. Xo'sh. Menga bu yerdan topor kerak bo'ladi, kirka va mum olganda bo'ldi. Mana bu telefonimni ham olib olsam yomon bo'lmasdi. Okey, menga mana bulardan va qilich kerak. Okey. Voltaj elektromada o'lchashiga qaraqadir tosh. Polga tosh olib kelishimiz kerak. Undan esa mana bu axlatlarni tashlab yuboramiz. Okey, buni ham tashlab yuboramiz va ketdik. Mana do'stlar, men qaytdim. Albatta, qaytganda ham kuchayib qaytdim albatta. Qilich ham oldim va mana bu toshlardan ham 20 ta shaxtadan olib keldim. Shaxta ham o'rmonning ichida ekan. Shuning uchun videoni pauza qildim. Sizlar zerikib qolmang deb. Albatta, videoni hali ham ko'rayotganlar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Albatta, like bosish ham esdan chiqmasin. Axir men yangi youtuberman. Bu qishloqda menimcha yagona youtuber bo'lsam ham kerak. Okey, demak, xo'sh, mana bu narsalarni olganda mana shu yerga tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Vaqtimga shu lava bor ekan, obunachilar, mayli. Endi esa bizga uyni bezatishimiz kerak. Buning uchun bularni olaman. Okey, ana bu sotuvchi jitellar, adashmasam anchagina instrumentlar bor edi. Mayli, bularni ham olib olaman. Kerak yo'q qolishi mumkin. Xo'sh, eshikni qulflayman, bo'ldi. Endi esa sotuvchining yoniga borish kerak. Sotuvchi jitel. Lekin Okey, mana men sizdan mana bularni olishga keldim. Oho, notebooklaringiz qanchalik? 512 talik. Ramichi? 8 GB RAM va 512 GB xotira. Bo'ladi, mayli. Keyin mana bularni ham olsak. Stop, jitel, mana bularni nega sindirib bo'lmayapti? Ularni o'zi sindirib bo'lmaydi, bolta kerak. Bolta kerakmi? Bolta kerak, chunki ular maxsus tovar. Mayli, hozir mana bu kravatni olamiz. Okey, endi esa mana buni ham olsak bo'ladi. Material ham kerak bor ekan. Bu ham maxsus tovarmi? Bu ham shunaqa materialdan tayyorlangan. Okey, demak buni ham ola olmaymiz. Xo'sh, hatto menga kreslolar kerak emas. Mana bu nimadir doskami, qanaqadir narsa kabinet bo'lsa kerak. Mayli, endi esa mana bu холодильник ham menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Albatta, axir sen qishloqda yashaysan. Oldin shaharda yashayotgan paytimda esa yo'q, men shaharga bormaganman. Men 10-qishloqdan kelganman. 10 degan. Stop, холодильник sindirib qo'ydim. Mayli, endi yangi kelibsan-ku shunga.
Mayli, men hozir uydan kerakli instrumentlarni olib kelaman. Obunachilar, parod qildim-ku. Mayli, eshikni ochaman-da. Bu yerda menga kirka kerak. Okey, kirkani mana bu yerga qo'yib, mana bu yerni ham buni joylashtiraman-da. Mayli, eshikni qulflamay qo'yiraman. Chunki menimcha yana bir marta orqamga qaytsam kerak. Do'stlar, qanday gapirib tashadim, lekin Jesel men qaytdim. Endi esa mana bu kirka bilan mana bu mana tezdagina sindi. Ammo ana bu uchun uzr so'rayman. Balki buni ham kirkacha sindirib bo'lar. Yo'q, ahmoq, menga tapor kerak. Tapor dedingiz-a? Mayli, mana bu kreslolardan ham olsam kerak. Hozir obunachilar. Tapor olish esidan chiqibdi-ku, mayli. Olamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Okey, mana buni bu yerga qo'yaman-da, eshik ochiq qolaversin. Menimcha yangi bo'lganimga shunday bo'lsa kerak, jigarlar. Xo'sh. Jesel men qaytdim yana. Endi esa tapor bilan mana bularni olaman. Tapor bilan sindi. Aytgandim-ku, maxsus tomar. Okey, mana bulardan ham 2 dona olsam menimcha yetarli bo'ladi. Xohlaganingcha ol. Okey, mendan qancha bo'ldi? Nimalar olding o'zi? Men kravat oldim mana bundan va bitta 512 talik kompyuter, 2 ta mana bu doskadan, mana bu mebeldan, keyin mana bu narsalarni oldim. Sendan 40 ta izomrud. Muncha arzon. Mayli. Arzon emas, dollardan hisoblaganda salkam $400 bo'ladi. Mayli. Qaytib qoldi. Bo'ldi. Demak, mayli, 43 talikcha sizga berib yuboraman, Jesel. Shunga 5 qo'ysam, mayli, jigarlar. Endi esa biza buni uyimiz mer chaqirganda, men adashmasam. Janob mer. Nimaga chaqirgandingiz meni? Dehqonmisan? Dehqonman. Menga ekinlarni olib kel. Okey, mayli, men sizga ekinlarni olib kelaman. Do'stlar, mana birinchi kundan ham уже ishga kirib oldik. Endi 30 kundan keyin bizga oylik chiqadi. Oylik qanchaligini bilmayman-ku, lekin menimcha ko'proq bo'lsa kerak, chunki ter to'kib ishlaymiz. Dehqonlarga ham oson emas. Okey, endi esa bu instrumentlarni biz joylashtirishimiz kerak. Xo'sh, kravatni mana bu yerga qo'yaman. Okey, demak, mana shunday. Mana bu stollarni esa mana bu yerga qo'ysam, bo'lmaydi ekan, do'stlar. Bular hozir vobshisi bizga kerak ham bo'lmasa kerak, chunki tak. Nicho, mayli, buni olib mana bu yerga qo'ysak. Do'stlar, menda ideya bor. Mana bu ikkita toshni olsak, kirka yordamida mana bu yerga endi o'sha mana bu yashiklarni qo'yib qo'ysak, tayyor sunduq bo'ladi. U kraft qilib yasashga ham to'g'ri kelmaydi. Mana shu yerga qo'yib tashlab beramiz. Okey, endi mana bu stolni mana bu yerga qo'ysak, stulni kompyuterga yozib qoldiramiz. Men ona tildan to'g'risini uncha yaxshi o'qimayman. Xo'sh, mana buni bu yerdan qo'yamiz. Xo'sh, mana bu ham menga uncha kerak emas menimcha. Xoladinlik mana bu yerga skromli turdi, lekin qora rangdan bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi. Men qora rangni yoqtiraman, obunachilar. Sizlarning yoqtirgan rangingiz qanaqa? Buni esa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha bular kerak bo'lmaydi menga. Okey. Mana bularni ham joylashtirib qo'ysam. Okey. Birato'la. Endi esa agarotlarga qarash kerak, ya'ni tomorqani tozalash kerak. Xo'sh, bularni olsak, sabzilar juda ham yaxshi pishgan ko'rinadi. Menimcha bu qishloqdagi sabzilar qishloqqa o'xshab boshqa qishloqqa eksport qilinsa kerak, do'stlar. Yana bilmadim, menimcha shunday. Chunki axir men ham foyda olish kerak-ku, chunki hamma fermerlarga oylik beradi. Oylik uchun esa pul kerak, pul uchun esa sabzilarni eksport qilish kerak. Oyog'im qo'l bo'ldi. Shu narsani istamagandim. Naqadar yomon ko'raman shunday narsani. Xo'sh, mayli. Endi esa merning uyiga borib sabzilarni tashishimiz kerak. Do'stlar, juda ham tez gapirayotgan bo'lsam uzr. Men yugurganimdan xasrab qolmang. Janob mer, mana sizga sabzilar 40 bitta. Okey. Bo'ldi. Merning gapirishi menga uncha yoqmadi. Oldingi qishloqdagi mer
Normalniy gapirardi hammaylar. Men ham biroz paxta qo'yib o'zimizni yog'dirib olamiz. Xo'sh, jigarlar, endi esa mana buni ochib, endi xolodilnikka narsa solish kerak. Qancha o'rsam menda ovqat yo'q-ku. Hammaylar, endi esa mana bu narsalarni sortirovkalab, normalniy qilib joyiga qilishimiz kerak. Bloklar, mebellar yoki mana bu instrumentlarni alohida joylaymiz albatta. Xo'sh, bularni mana bu yerga joylab qo'ysak, вообще-то sumka ham mana shu yerda turaveradi. Okey, endi esa mana bu yerda mazza qilib o'tirishim mumkin. Videoga like bosinglar, hammaga obunachilar. Xayr.